Assalomu alaykum barchaga. Chorva olami obunachilari hamda yetuk bo'g'oz ishqibozlari. Mana bugun sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan Kalvaq qishlog'idan akalar. Ya'ni o'zimizning qishloq, o'zimizning qo'shni, o'zimizning oshnamizning bitta dehqonchilik moli bor ekan. Sizlar uchun mana shu molimizni sotuvga chiqaryapman akalar. Hop, hafta kuniga dushanba 2026-yil 9-fevral sanasida turibmiz akalar. Boshqa odamning molini chiqarmayman dedingiz-ku. Mana chiqaryapsiz ekan deb kommentariya negativ yozadigan aka-ukalar bo'lsa, buni mendan olyapman deb o'ylayveringlar akalar. Bu o'zimizning mahallaning moli, o'zimizning oshnamiz. Maktabda 11 yil birga o'qigan oshnamizning mollari. O'zlarining dehqonchiliklari. Shuni sotuvga chiqaryapmiz akalar. Hop, endi buni aka-ukalar ma'lumotini berishlikda boshlaymiz. Yeb ichishiga, tanijoni sog'ligiga garantiya mana men turib beraman akalar. Hamma yeri aybi nuqsi yo'q. Ne bir yechib yetalab olsang ham mayli edi do'stim. Aybi nuqsi yo'q molda umuman. 15 kunlik hayali qolgan, xudo xolisa. 15 kunlik. 15 kunda xudo xolisa tug'ar ekan mana akalar. O'zimizning jaydari mol. O'zimizning jaydari mol, yuvoshligi yuvosh. Deb suzmaydi xudo xolisa. O'zimizning jitta jaydari moldan akalar. Bo'yi 1.17 chiqdi, o'zim o'lchadim. Ikkinchi qoringa ekan. Ikkinchi qoringa. Kurachchi 8-sini yangi chiqaribdi. Lekin ikkinchi qoringa ekan. O'zimizning jaydari mol. Hop, yetuk bo'g'oz 15 kunda tug'ar ekan. Pul ozgina moddiy tomonlama mablag' kerak bo'lib qolgan ekan. Shuning uchun sotuvga chiqaraylik dedilar. Sotuvga chiqaryapmiz akalar. Hop, bo'yi 1.17 yetuk bo'g'ozimizda akalar. Narxiga 21 million kami xayri bor. Obunachilarga yengillashtirib beraveramiz ham. Kami bor, xudo xolisa. Chorva olamidan chiqdim deb telefon qilsalaring, yengillatib beriladi. 21 million kami bor. Bitta buzakchani puli akalar. Yetuk bo'g'oz. 15 kunda xudo xolisa tug'adi. Bo'yi 1.17. Hop. Akalar, vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul. Dastavkasi bizdan. Men o'zim qilib beraman dastavkasini. Ko'nglaring to'q qilaverasizlar. Kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomer 90 nechilik edi? 95 044 0348 24/7 yoniq behijolat telefon qilaverasizlar. Mana shu o'zimizning oshnamizniki dehqonchilik mollari akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda, keyingi efirlarda diydor ko'rishguncha akalar. Hop, akalar, shu 5-4 kunga biz efirimiz ham to'xtab turadi. 5-4 kunga xolos safarga chiqib ketdik. Shuning uchun efirimizni 5-4 kunga to'xtatib turamiz. Xudo xolisa 5-4 kundan keyin yangi mollarimiz keladi o'zimizga. O'shalarni chiqaramiz akalar. Mana 5-4 kun to'xtatib turamiz deyishimizdan sabab ozgina bizni ishimiz chiqib qoldi. Safarga ketyapmiz akalar. Ayra ishlarni bitirib berib, xudo xolisa yangi mollarni chiqarishlikda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.